M3 Midnight rang hali changan artmabmiz biz ham. Yangi turibdi, narxi $850. MacBook M2 Air ideal holatda mana 110-48 sikl yangi holat turibdi. $720 yana ham berishamiz. 2016-2017 yil ikkita bor bundan. Narxi $330 dan beramiz. Manzilimiz Toshkent shahar, Malika bozor, Avos 9 do'kon. Butun o'zidan bo'lib yetkazish xizmati ham bor. Bizda tashqari bo'lib berish nasiya xizmati ham bor. Open nasiya, uzun nasiya, hokazo. Kimda limit bo'lsa, limit orqali chiqarib beramiz. 97 yonkuz va nechta edi? 103 sikl ekan. Ideal holatda narxi $580 beramiz. Yangilari ham bor, masalan, yangilar ham bor orasida. Bundan ham arzonlari bor. $200 ga, $300 ga MacBooklarimiz bor. Ularda ham kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Note Pro kanalimiz bor. Hamma narxlar berilgan. Narxlarni o'zingiz alohida ko'rishingiz mumkin. Yoki menga telefon qiling, pastda kanal telefon raqamini tashib o'taman. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz endi yangi video chiqaramiz. Sababi yangi vitrina qildik. Klientlarga qulaylik bo'lishi uchun. Demak, boshlaymiz. Faqat bugun MacBook chiqib arzon qilamiz. Bu yerda MacBook berilgan. Yana qolganlarini tepadan olib ko'rsataman. Biz MacBookimiz ko'p. Soni cheklanmagan. Chunki yana chaqirib beraveramiz, yana zakaz qilib beraveramiz, farqi yo'q. Demak, MacBook narxlarini boshlaymiz. Qarang, oldindan men hammaga aytib o'tay, agar MacBookning narxlari hamma qiziq bo'lmasa, agar i3, i5, i7 bo'lsa, Koray protsessor bo'lsa narxlari arzon. Ular narxlari vaholanki uzoq $500 gacha. Masalan, Koray 3 2020 bo'lsa 320, agar Koray 5 2020 bo'lsa 400 atrofida chiqadi. Yaxshi zo'rlari 16-5 taltaligi. Agar ahvol yo'nqislar past bo'lsa 300 dan 400 ga atrofi chiqadi. Demak, muhimi ko'rdingiz, joyda bildingiz, ko'rdingiz. Gap isbotlab beramiz. Demak, mana bu M3 Air yangi hali, mana olmagan 110-5 sikl, ideal. Bu hali yangisi bor, 5 sikllar. 16 GB RAM, 256 SSD, yaqin turib hammasi bor. M3 Midnight rang hali changan artmabmiz biz ham. Yangi turibdi, narxi $850. Keyingisi bu shunaqa MacBook M1 bu ham 110 ideal holatda 8 ga 512 ekan. Air 852 yangi. Zo'r-ku 512. Bu narxi $600. Yana ham kelishamiz. 580 beraman, 512 MacBook M2 Air ideal holatda mana 110-48 sikl yangi holat turibdi. $720. Yana ham kelishamiz. Zo'r narx 720 ga yangi turibdi hali. Amerikanskiga chang bosib qolibdi. Keyingisi MacBook M1 Pro 8 ga 16 ekan. 16 ga 5 talik 95 yonkuz 50 sikl ideal holatda narxi $710. M1 Pro 16 ga 5 16 ga RAM 5 SSD 95 sikl narxi $710. Sababi ideal ko'rsatyapman. Shunaqa kim olsa ham shunaqa ideal olsa mazza qilib ishlatadi. Keyingimiz bu arzonchi model MacBook Pro ekran dyum 16 ga 5 2016-2017 yil ikkita bor bundan. Narxi $330 dan beraman. Shunaqa agar yili eski chiqsa, yili masalan 2016-2017 bo'lsa, narxlar arzon chiqadi. 350 shunaqa narx chiqadi. Bular AutoCADga Photoshop bemalol chiqadi, tashparli. Keyingisi bu MacBook M1 Air 16 ga 5 bu 97 yonkuz 103 sikl. Holat ideal. Bu narxi $560 beraman. M1 Air 16 ga 5 Air shunaqa chiqqan, zo'r chiqqan, custom o'ta kuchli chiqarilgan. 97 yonkuz va nechta edi? 103 sikl ekan. Ideal holatda narxi $580 beramiz. Keyingisi MacBook Pro M1 chip, ya'ni MacBookning Pro'ning eng kattasi, ekrani 16 dyum, 16 ga 1 TB bo'lishi kerak. Yonkisi 96 yonkuz 87 sikl ideal holatda. Bu narxi 1200 deyapmiz, kelishda beramiz. Chunki bu o'ta kuchli bo'ladi. Pulga yarasha sifati zo'r. Xullas, agar kimga biz MacBookga narxlar qiziq bo'lsa, masalan MacBooklarimiz M2, M3 aralash, M3 tepalarda ham bor. Masalan, gold ranglar bor. Bu gold rang M1 Air 8 ga 256 98 yonkuz ideal holat mana bunisi. Narxni necha pul beramiz? Narxni 490 beraman. Zo'r narx mashina, ideal holat. 98 yo'q, tashti 100 yonkuz. Xuddi shunaqasi bor. Bu arzonchiroq. Bu M1 Air ideal holat 8 ga 256 85 yonkuz 475 sikl. Narxi 410 beraman. Gold mana bunisi. Xuddi shunaqa
MacBook M1 Air Pro shuni aralash hammasi ichida aralash chiqadi. Masalan, bu ham MacBook Pro i5 2020 OTKZ ekan. OTKZ 512 SSD. Mana bunisi buni narxi batareyasi 100, narxi $500 mana bunisi. Xulosa shunaqa. Yana MacBooklarimiz bor. Midnight, Starlight aralash. Hammasini biz video qilsak sizlar zerib qolasizlar. Agar kimga kimga notebook qiziq bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahar, Malika bozor, Avos 9 do'kon. Butun o'zidan bo'lib yetkazish xizmati ham bor. Bizda undan tashqari bo'lib berish nasiya xizmati ham bor. Open nasiya, uzun nasiya, hokazo. Kimda limit bo'lsa, limit orqali chiqarib beramiz. Manzilimizga adashmang. Toshkent shahar, Malika bozor, Avos 9 do'kon. Do'kon o'ziga to'g'ri kelsangiz, mana to'g'ridan ko'rinib turadi o'zi joyimiz. Yana nima? Bundan arzon berishga harakat qilamiz. Yana ichida biz yangilar ham bor. Masalan, yangilar ham bor orasida. Bundan ham arzonlari bor. $200 ga, $300 ga MacBooklarimiz bor. Ularda ham kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Note Pro kanalimiz bor. Hammasi narxlar aralashtirib, hamma narxlar berilgan. Narxlarni o'zingiz alohida ko'rishingiz mumkin. Yoki menga telefon qiling, pastda telefon raqamini tashib o'taman. Sog' bo'lasizlar.